1940-yil yozida Shveysariya deyarli har tomondan o'rab olingan edi. Shimoldan Gitler Germaniyasi, janubdan Mussolini boshqarayotgan Italiya, g'arbdan esa mag'lub etilgan Fransiya. Germaniya hatto Shveysariyani bosib olish rejasi ham tayyor edi. Ammo hujum boshlanmadi. Nega deysizmi? Assalomu alaykum. Bugun Shveysariya qanday qilib Yevropaning eng xavfli davrida ham neytral qolganini tushunamiz. Bu savolga bitta javob yo'q. Shveysariyani faqat tog'lar ham, faqat banklar ham, faqat biz betarafmiz degan bayonot ham saqlab qolmagan. Bu hikoyada kuchli armiya, katta davlatlarning manfaatlari, ichki muvozanat va juda noqulay murosalar bir-biriga qo'shilib ketadi. Avval esa bir afsonani buzib olaylik. Shveysariya har doim ham tinch mamlakat bo'lmagan. O'rta asrlarda Shveysariya kantonlari jangovar piyoda qo'shinlari bilan mashhur edi. Shveysariya yollanma askarlari Yevropaning ko'plab urushlarida qatnashgan. 1515-yilda Marignano jangida konfederatsiya Fransiyadan og'ir mag'lubiyatga uchradi. Ammo bu hikoyada esa aynan shu mag'lubiyat Shveysariya neytralitetining boshlanishi sifatida aytiladi. Lekin tarix bunchalik sodda emas. Mag'lubiyat tashqi yurishlarni chekladi. Ammo Shveysariya birdaniga urushlardan butunlay voz kechmadi. Hatto keyingi 10 yilliklarda ham kantonlarning ta'sirini kengaytirishga urindi. Demak, 1515-yil tayyor neytrallik tug'ilgan kun emas. Bu uzoq siyosiy burilishni ramziy boshlanishi edi. 1648-yilgi Vestfaliya tinchligi Shveysariya konfederatsiyasining muqaddas Rim imperiyasidan huquqiy mustaqilligini mustahkamladi. Bu juda muhim edi. Endi konfederatsiya tashqi siyosatda alohida subyekt sifatida ko'rina boshladi. Ammo 1648-yil ham bugungi ma'nodagi doimiy neytralitetning to'liq huquqiy kafolati emas edi. Buning uchun Yevropa yana bir marta katta silkinishlardan boshidan kechirishi kerak edi. 1798-yilda inqilobiy Fransiya qo'shinlari Shveysariyaga bostirib kirdi. Eski kantonal tartib qulab, markazlashgan Gelvetik Respublikasi tuzildi. Fransuzlar uchun bu hudud strategik yo'lak va resurs edi. Shveysariya uchun esa tashqaridan majburan o'rnatilgan tizim bo'ldi. Markazlashtirish kantonlar orasidagi diniy, til va siyosiy farqlarni yo'q qilmadi. Aksincha, qarshilikni kuchaytirdi. 1803-yilda Napoleon mediatsiya akti orqali kantonlarga ko'proq mustaqillik qaytardi. Shveysariya uchun bir dars aniq bo'ldi. Ichki muvozanatni ushlash uchun tashqi urushlardan chetda turish juda foydali. Napoleon mag'lub bo'lgach, Yevropa davlatlari 1814-yil, 1815-yillarda Vena kongressida yangi tartib yaratdi. Fransiya va Avstriya o'rtasida ikki tomonda ham xavf tug'dirmaydigan neytral davlat kerak edi. Shveysariya bu rolga juda mos keldi. Shveysariyalik siyosatchi Frederik Sezar de la Harpe Rossiya imperatori Aleksandr I-ga yaqin edi. Aleksandr esa Shveysariyaning mustaqilligi va kantonal tuzilishini qo'llab-quvvatladi. Natijada esa konfederatsiya 22 ta kanton bilan tiklandi va 1815-yilda uning doimiy neytralligi xalqaro darajada tan olindi. Bu saxiy sovg'a emas edi. Buyuk davlatlar Shveysariya urush maydoniga aylanmasligidan manfaatdor edi. Shveysariya esa shu manfaatni o'z xavfsizligiga aylantirdi. Lekin neytrallik biz urushmaymiz, bizga ham tegmang degan sehrli gap emas. Neytral davlatlar o'z hududini o'zlari himoya qila olishi kerak. Shveysariya neytralligi qurollangan neytrallikdir. Mamlakat harbiy ittifoqlarga qo'shilmaydi va tashqi urushlarda qatnashmaydi. Ammo zarur tug'ilsa katta safarbarlik o'tkazadi. 1907-yilgi Gaaga konvensiyasi neytral davlatlarning urush paytidagi huquq va majburiyatlarini aniqroq belgiladi. Neytrallik mamlakat ichidagi birlikni ham saqladi. Nemis, fransuz, italyan va retaraman tillarida gaplashadigan aholi tashqi urushlar sabab bir-biriga qarshi bo'linib ketmasligi kerak edi. 1939-yil sentyabr urush boshlanishi bilan Shveysariya umumiy safarbarlik e'lon qildi. General Anri Gizan armiya bosh qo'mondoni etib saylandi. Vazifa oddiy ko'rinsa ham juda og'ir edi. Kichik davlat katta armiyalar o'rtasida hujum narxini imkon qadar oshirish kerak edi. 1940-yilda yozda Fransiya qulashi bilan xavf birdan nazariyadan real tahdidga aylandi. Germaniya shtablarida Shveysariyaga bostirib kirishning bir necha variantlari ishlab chiqildi. Ular odatda Tannenbaum nomi bilan eslanadi.
tekislikdagi shaharlarni uzoq muddat himoya qilish qiyin edi. Shuning uchun Gizan armiyaning asosiy qismini Alp tog'laridagi mustahkamlangan hududlarga chekinishga tayyorladi. Bu strategiya milliy redut deb ataldi. Sen-Moris, Gotthard va Sargans atrofida qal'alar, muhim damonlar, tunnellar va temir yo'llar nazorat qilardi. Reja dushmanni chegarada abadiy to'xtatish emas edi. Reja shunday edi. Mamlakatning markaziy yo'llarini egallash juda ham qimmatga tushsin. Zarur bo'lsa esa Alp infratuzilmasi foydalanib bo'lmaydigan holatga keltirilsin. Shvetsariya havo hududini ham himoya qildi. Urushning dastlabki bosqichlarida uning qiruvchilari Germaniya samolyotlari bilan to'qnashdi. Keyin siyosiy bosim kuchaydi va taktika ehtiyotkorroq bo'ldi. Demak, neytrallik ortida real harbiy signal bor edi. Bostirib kirsangiz, tez va oson g'alaba bo'lmaydi. Shvetsariyani bitta tog'lar saqlab qoldi deyish ham noto'g'ri. Gitlerni bitta sabab to'xtatmagan. Birinchidan, hujum harbiy jihatdan qimmat va noqulay bo'lishi mumkin edi. Ikkinchidan, Germaniyaning boshqa frontda muhimroq vazifalari bor edi. Uchinchidan, neytral Shvetsariya savdo, moliyaviy hisob-kitob va tranzit uchun foydali edi. Bosib olish bu tizimlarni buzishi mumkin edi. Shu omillar birlashib, hujumni zarur bo'lmagan xavfga aylantirdi. Ammo bu xavf hech qachon butunlay yo'qolmagan. Ammo shu yerda chiroyli afsona tugaydi. Neytrallik axloqiy poklik degani emas. Urush davrida esa Shvetsariya Germaniya bilan ham, ittifoqchilar bilan ham savdo qildi. Germaniya uchun Shvetsariya franki va kliring kredit xalqaro hisob-kitobda muhim edi. Shvetsariya Milliy banki Reichsbankdan katta miqdorda oltin sotib oldi. Urushdan keyingi tekshiruvlar bu oltinlarni bir qismi bosib olingan davlatlarning markaziy banklaridan talon-taroj qilinganini ko'rsatdi. Eng oxirgi masala esa qochqinlar siyosati bo'ldi. Shvetsariya ko'plab odamlarni qabul qildi, ammo chegarada yana ko'plarini rad etdi. Ularning orasida natsistlar ta'qibidan qochayotgan yahudiylar ham bor edi. Shuning uchun Shvetsariyaning tajribasi ideal neytrallik emas, omon qolishni kuchli va bahsli modeli deb ko'rsatish to'g'riroq. Urushdan keyin Shvetsariya neytrallikni faqat chetda turish uchun emas, vositachilik uchun ham ishlata boshladi. Jeneva xalqaro tashkilotlar markaziga aylandi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi, BMT idoralari va ko'plab muzokaralar Shvetsariyaning yaxshi xizmatlariga tayandi. Sovuq urush tugagach, siyosat yanada moslashuvchan bo'ldi. 1991-yilda Iroqqa qarshi iqtisodiy sanksiyalar, 1996-yilda NATOning tinchlik yo'lida hamkorlik dasturi, 1999-yilda Kosovodagi tinchlikparvar faoliyati, 2001-yilda saylovchilar tinchlik missiyalaridagi shvetsar harbiylarini qurollashtirishga rozilik berishdi. 2002-yilda esa mamlakat referendumidan keyin BMTga qo'shildi. 2022-yil 28-fevralda Shvetsariya Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushidagi munosabati bilan Yevropa ittifoqi sanksiyalarini qabul qildi. Bu qaror mamlakat ichida katta bahs tug'dirdi. Bir tomon uchun sanksiyalar xalqaro huquqni himoya qilishi edi. Boshqa tomon esa neytrallikning ishonchligini zaiflashtirdi deb hisoblaydi. Shvetsariya NATOga qo'shildi va urushayotgan tomonlarga qurol yetkazib berishga doir cheklovlarni saqlab qoldi. Ammo qurolni 3-davlatlar orqali qayta eksport qilish masalasi hanuz siyosiy bahs markazida. 2026-yil 27-sentyabrda Shvetsariyada muhim referendum bo'lib o'tadi. Savol shunday: mamlakatning neytralligi konstitutsiyada yana qat'iy yozilishi kerakmi? Demak, 200 yil ham o'tsa savol o'sha. Neytrallik qat'iy bo'lishi kerakmi yoki vaziyatga qarab o'zgarishi mumkinmi? Xo'sh, Shvetsariya qanday qilib neytral bo'lib qoldi? Birinchidan, geografiya va qurollangan mudofaa hujum narxini oshirdi. Ikkinchidan, yirik davlatlar Shvetsariyaning neytral davlat bo'lib turishi uchun va vositachilik qilish uchun juda foydali edi. Uchinchidan, neytrallik turli til va diniy guruhlarni bir davlatning ichida ushlab turishga yordam beradi. To'rtinchidan, Shvetsariya o'z neytralitetini qat'iy shior emas, davrga moslashtiriladigan siyosat sifatida qo'lladi. Ammo buni ham o'zining narxi bor edi. Bahsli savdo, oltin, qochqinlar siyosati. Shuning uchun Shvetsariyaning hikoyasi hech kimga tegmasang, hech kim senga tegmaydi degan oddiy formula emas.
Bu kuch, manfaat va murosa o'rtasidagi juda ham nozik muvozanat. Sizningcha bugungi kunda neytrallik bu xavfsizlik vositasimi yoki o'tmishda qolgan imtiyozmi? Fikringizni yozib qoldiring.